22 dekabr 2025 yil soat 19:00 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsumi 16 qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod tomoshabinni voqealar rivojida muhim burilish kutayotganini ilk daqiqalardanoq his qildiradi va serialning ichki keskinligini yanada kuchaytiradi. Fitna o'ziga xos uslubini saqlagan holda insoniy kechinmalar va ichki ziddiyatlarga chuqur e'tibor qaratadi. Bu qismda syujet shoshilmasdan, lekin aniq yo'nalishda rivojlanadi. Avvalgi qismlarda boshlangan mavzular mantiqiy davom ettiriladi. Qahramonlarning qarorlari yanada mas'uliyatli tus oladi, ularning ruhiy holati esa tomoshabinga yaqin va tushunarli ko'rinadi. Aktyorlar ijrosi serialning eng kuchli jihatlaridan biri bo'lib qolmoqda. Har bir obraz tabiiy, his-tuyg'ular esa sun'iylikdan yiroq. Tasvir va musiqa uyg'unligi umumiy kayfiyatni yanada boyitib, tomoshabinni voqealar ichiga tortadi. Fitna bu qismi bilan ham sifatli, mazmunli va esda qolarli serial ekanini yana bir bor isbotlaydi.